Charles Bukowski eng qisqa 11 mo'jiza nomli kitobida shunday deydi: sevgan insonlaringizni burjini, atirini, iforini bilasiz, lekin qo'rquvlaridan, pushaymonliklaridan, singan xayollaridan xabaringiz yo'q. Bukowskining bu gapi inson munosabatlaridagi yuzaki ochiqchasiga o'rtaga qo'yadi. Yaxshi ko'ramiz degan insonlarimizning tashqi ko'rinishlarini, odatlarini, hatto kichik tafsilotlarigacha bilamiz. Ammo ko'pincha ularning ichidagi yaralarini, mag'lubiyatlarini, singan xayollarini ko'rmaymiz. Balki aynan bu holat zamonamiz insonining eng katta yolg'izligidir. Bir-birimizni tushunayotgandek ko'rsatishimiz aslida shunchaki yuzaki munosabat. Aslida haqiqiy yaqinlik aynan ana shu qo'rquvlarni, pushaymonliklarni va g'amginliklarni farqiga bora bilishimiz va bir-birimizga malham bo'la olishimizda yashirin. Ya'ni sevgi birining kulgusini taniganimiz qadar ko'z yoshlarini ham tanimoqlikdir.